Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Siz hech qachon o'zingizda oq dog'lar bo'lishini kuzatganmisiz yoki yaqinlaringizda yoki tanishlaringiz orasida oq dog' holatlariga ko'zingiz tushganmi? Biz siz bilan bugun oq dog' kasalligi haqida, ya'ni vitiligo kasalligi haqida gaplashamiz. Vitiligo o'zi bu nima? Xavflimi? Bu yuqumlimi? Uni davosi bormi? Vitiligo nimasi bilan xavfli? Shu savollarga men o'zim qo'limdan kelgancha qisqacha va lo'nda xalqimizga, kuzatuvchilarimizga tushunarli tilda men hammasini gapirib o'taman. Xo'p, vitiligo kasalligi xalqimiz buni oq dog' kasalligi deb ham atashadi. Bu kasallik Yevropa va boshqa davlatlarda kosmetologik nuqson sifatida qaraladi, lekin bizning o'lkamizda bu kasallikka jiddiy yondashiladi, chunki bu qandaydir aybdor yoki nuqsonli kasallik, xijolatchilik deydi. Xullas o'zbekchiligimizga mos kelmaydigan kasallik deb hamma bu kasallikdan cho'chishadi yoki qo'rqishadi. Buni paydo bo'lib qolishidan hadiksirashadi. Bu vitiligo kasalligi haqida men birmuncha qiziqarli ma'lumotlar va kuzatuvchilarimizga tushunarliroq bo'lishi uchun jaydaricha tilda bu haqda ma'lumot berib o'taman. Iloji boricha kuzatuvchilarimiz bu kasallik haqida yaxshilab tushunib olishlari uchun. Vitiligo kasalligi bu azaldan, qadim zamondan odamlarimiz orasida uchrab keladi. Ayniqsa hozirgi kunga kelib, hozirgi zamonamizga kelib, bu kasallik nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ko'payib bormoqda. Sababi tashqi va ichki omillarning roli birinchi o'rinda turadi. Vitiligo kasalligi o'zi bu oq dog' kasalligi, ya'ni teri sathidan ko'tarilmagan, chegaralari aniq, rangi oppoq yoki sut rangiga ko'rinishga ega bo'lgan dog' sifatida boshlanadi va sekin asta bu butun badan bo'ylab tarqalib, hajmi jihatdan kattalashib boradigan kasallik hisoblanadi. Vitiligo kasalligini keltirib chiqaradigan sabablar juda ham ko'p. Eng foizlar hisobida baland turadigan sabablardan biri bu nasliy moyillik va ikkinchisi stress faktor kattalarda, bolalarda qo'rquv faktori hisoblanadi. Ana shu ikkita faktor vitiligo kasalligini kelib chiqishida va rivojlanishida muhim omil bo'lib hisoblanadi. Vitiligo kasalligini demak naslda bor, nasliy faktor bor, avlodlarida, ajdodlarda bo'larkan, demak keyingi avlodlarda o'tadi degan bizada qo'rquv, vahima bo'ladi. Vitiligo kasalligini endi keltirib chiqaradigan boshqa sabablarni ham bittagina aytib olaylik. Ana undan keyin uni yechimiga ham to'xtalib o'tamiz. Demak, nasliy faktor, stress va qo'rquv faktoridan tashqari ichki omillarda, ya'ni ichki infeksion o'choqlar, testis kasallanish holatlaridan keyin ham vitiligo kasalligi rivojlanishi mumkin. Keyingi faktorlardan bu sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik. Keyingi faktorlardan bu ichki endokrinologik va gormonal fonning buzilishi ham terida oq dog'larning paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingi yana asosiy sabablardan biri chaqaloqlik paytlarida kuchli antibiotiklar qabul qilinishni evaziga ichaklarda mikro muhitning buzilishini hisobiga bola katta bo'lgan sari terisida, tanasida oq dog'lar paydo bo'ladi. Bu ham hozirgi kunda qabulimizga kelyapti. Bemorlar onasi yoki dadasini so'zidan eshityapmiz. Chaqaloqlik paytlarida ozroq shamollagan bo'lsa ham antibiotiklar qabul qilgan. To'g'ri, antibiotiklarga qabul qilish bu ko'rsatma bo'lishi mumkin, lekin antibiotikni zahridan ichakning mikromuhitni, florani asrab qolish uchun
probiotiklar, eubiotiklar va disbakterioz kasalligini oldini olish uchun zamburug'ga qarshi vositalar bilan bergan maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi yana sabablardan biri hozirgi sharoitda turmush tarzining og'irlashuvi, ya'ni yashash sharoitining qiyinlashuvi ham demak bu kasallikni rivojlanishiga sabab bo'lar ekan. Endi vitiligo kasalligi qanday namoyon bo'ladi? Vitiligoning o'zi turlari juda ham ko'pda. Men qisqacha qilib qilaman. Masalan, birinchi yuzda paydo bo'lishi mumkin. Yuzda paydo bo'ldimi, qo'lda ham paydo bo'ladi va jinsiy a'zolar atrofida ham paydo bo'lishi mumkin. Bitta turi bor, masalan, birdan paydo bo'ladi bu. Kuzatilmaydi. Ikkinchi turi bor, misol uchun, sekin rivojlanaveradi. Keyingi turlari bor, misol uchun, gipopigmentniy pitno holatida, masalan, gijja kasalliklarda terining rangining xiralashuvi natijasida ham yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Vitiligo kasalligini o'zi samarasi qanaqa? Misol uchun oldini olsak bo'ladimi degan savollar bizda ko'p keladi. Vitiligo kasalligi qarang. Agar otasida yoki onasida bo'lsa, demak farzandga o'tarkanda degan vahimani miyamizdan chiqarib tashlashimiz kerak. Sababi to'g'ri, nasliy faktor bor. Naslda bormi, demak vitiligo farzandlarda yoki nabiralarda o'tadi degan bizda tushuncha bor. Yoki faraz teoriya ham bor, kitoblarimizda kelgan. Lekin buni shakllantirmasligimiz uchun, oldini olishimiz uchun to'g'ri, otada, onada bormi, bolani ruhan tarbiyasiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni bolani hadeb qo'yavermasimiz kerak. Bolada ruhiy bosim o'tkazmasligimiz kerak. Bolada qo'rquv natijalarini yuzaga keltirmasligimiz kerak. Masalan, qo'rqitmasligimiz kerak, urushmasligimiz kerak. Misol uchun, shu narsalarni biza bolani oldidan, ya'ni yuzaga keladigan faktorlarni, sabablarni olib tashlasak, vitiligo kasalligi kuzatilmasligi ham mumkin. Keyingi masala, har qanday inson kasallanganda antibiotiklar qabul qilishi mumkin, gormonal preparatlar qabul qilishi mumkin. Uni himoyasi uchun probiotiklar, prebiotiklar, ebiotiklar va disbakteriozni oldini olish uchun zamburug'ga qarshi vositalardan foydalansak, shunda organizm sog'lom ishlaydi. Vitiligo kasalligini yana oldini olishimiz uchun birinchi navbatda oilada sog'lom muhitni yaratishimiz kerak. Oilada. Keyingi, hozir ekologik faktorlar ham qo'shilgan. Ko'proq mana hozir kanserogen moddalar, fast food mahsulotlari, gazli ichimliklar, shu narsalardan o'zi tiyilishimiz kerak. Tabiiy mahsulotlarga o'tishimiz kerak ko'proq. Tabiiy va tez tayyor bo'ladigan mahsulotlardan qochishimiz kerak. Uy sharoitida uzoq tayyorlanadigan mahsulotlar bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Vitiligo kasalligini davolasa bo'ladimi? Bo'ladi, davolasa bo'ladi. Vitiligo kasalligini davolashda bitta etapdan foydalanilmaydi. Chunki vitiligo kasalligi boshlanishi tez ham bo'lishi mumkin va sekin boshlanishi ham mumkin. Shuning uchun vitiligo kasalligini etapma-etap davolashga kirishsak, shunda natija kuzatiladi. Masalan, bir xil bemorlarimiz keladi. Bitta etap lechinani oladi, o'sha to'xtatib qo'yadi. Yo'q, kerak emas bu. Birinchidan xarajatlar oshadi, ikkinchidan effekt bo'lmaydi, natija bo'lmaydi. Birinchi etap lechinasini oldimi, davo kursini, albatta ikkinchi etapga ulab yuborish kerak. Etapma-etap, bosqichma-bosqich vitiligoga qarshi kurashish kerak. To'xtab qolmasligimiz kerak-da. Endi medikamentos davo ham vitiligoni tuzalishiga ilk o'rinlarda turadi. Masalan, birinchi navbatda vitiligon davolashda melanotitlarni uyg'otadigan preparatlardan qo'llashimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa vitamin A, vitamin B gruppa dorilarimiz ayniqsa bu vitiligo kasalligini tuzalishiga yordam beradi. Hozir shunaqa kremlarimiz, losyonlarimiz bor. U ham shu joyda D-pigment o'choqqa kuniga 2 mahal, 3 mahaldan surib va yarim soatdan keyin svetga qo'yganimizda o'sha joyda repigmentatsiya yuzaga kelishiga yordam beryapti. Shuning uchun aytyapmiz, bitta etap lechinada vitiligon davolash sal murakkab.
Shuning uchun bir xil bemorlarimiz sal toqatsizlik qiladi. Bitta etap lecheniyada effekt ko'rinmadi. Yo'q, 2 oy, 3 oy, ba'zi bir bemorlarimizni 6 oygacha davolaymiz. Sekin-sekin etap-etap repigmentatsiya yuzaga kelishi mumkin. Qayta pigment hosil bo'lish jarayoni yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun men kuzatuvchilarga iltimos qilardim. Vitiligo kasalligini davolashda bitta etap lecheniyasidan qochishimiz kerak. Etapma-etap, bosqincha-bosqich bu kasallikni davolab, vaziyatdan chiqib ketsak bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiring. Men fikrlaringizga izohlar yozib qoldiraman. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalimizga a'zo bo'ling, salomat bo'ling.